Hamma sizlarda sizlarmi? Abubakr o'zimni yangi videoga xush kelibsiz. Bugun videoda biz Niva tuzatamiz. Ahol daddala bo'lib ketdi Niva. Bugun biza Nivani tuzatamiz. Oxirgi hadashni o'rgatishim mumkin ekan. Bu o'yin kompyuterda ulangan, chunki telefonda ulanmagani yo'q. Hozir biz anaqa ulanmagan narsani tuzatamiz va oxirigacha ko'yli. Hop, bugun biza Niva saloni o'xshyapti. Va dabdala bo'lib ketgan mashina. Hop. Ustaxonaga qancha borsak bo'ladi? Voy, ish yopilmadi. Ustaxonaga qanday borsak bo'ladi? O'rlashadi o'rnataman. Hop. Balon ketdi. Bremiz. Hop, böyle ortagacha tamam kuzatishli bo'ladi. Niva akam videolarni ko'rishinglar bo'ladi. Sabaka simulator o'yinini Niva turibdi. Bir bilan ikkinchi qism oxirigacha. Niva ahvoli ko'ramiz. Hozir Nivani kuzatib ta'tillar qilgan Niva qanaqa bu keyin haydagan ma'lumotni chunki kuzatishimizdan shunaqa aniq böyle böyle hop akkumulyator yuqoriga ayollar bitta alamat akkumulyator tuzatildi akkumulyator qarachi turibdi akkumulyator anaqa kameramiz qolishi akkumulyatori bana telefonu uyanishni bo'layotgan kunlarda hop güzelli evet kurçluk bo'ladi motor turibdi motor kuzatib olsam bo'ladi motor anaqa o'simliklar o'sib yotibdi shu ahmoq motor agar kommentariy yozib qoldirsangiz qaysi mashinani tuzataman kommentariy yozib qoldirsangiz anaqa mashinalarni har kuni ko'pchilik yilib tuzatishimiz mumkin oxirigacha kommentariy yozib qoldiringlar hop tuzatamiz hoppa alim tuzatdik inglizcha gapiryapti chunki inglizcha nima qilamiz chunki inglizchaga qotishimiz kerak chunki g'alati narsa inglizcha gapiryapti o'zbekchasi yo'q ekan uchchasi yo'q ekan chunki men inglizcha topolsa bo'lmaydi inglizchasi shuni o'ynab qo'ydi bu o'yin telefonni ulamasa kompyuterga ulanib ketib qoldi anaqa kira bersa kompyuter ulanib ketdi yopamiz oxirigacha bizning joyda qo'ydik hop endi farlarni o'rnatamiz oxirigacha farlarni o'rnatamiz kolonkani o'rnatamiz hop o'sha kolonkani o'rnatib bagajni ochib kolonka qo'yamiz va oxirgi bagaj yopamiz hop qo'ydik ana qo'ydik qani Niva ishladimi bitta harakat qilamiz yaxshi bana rol chiqdi mashina yurdi chunki mashina to'xta bolam qo'rqib ketib qoldi ahmoq dabdala qolma bolam lekin bolam domon dabdala qilib qo'yibdi tushundingmi mashinani bolani qo'yish ichidan chiqib qoldi bolani shuni qo'yish ichidan chiqib qolgani uchun anaqa benzin yopish ichidan chiqib qoldi tuzatamiz hop
Kuzatsak bo'ldi. Ana oxirgacha. Ana kuni eslaysizlarmi? Amerikalik bitta bloger bor, Tesla akkumulyatorga aylantirgan elektromobil Tesla. Shunga qara o akkumulyatorga hammaga ko'rsatdi. Hop, ketamiz. Birlashishga boshlaymiz va bo'ldi. Ketamiz yerga. Va bu yerga men yo'qtaga albatta qatnashga zatamasi komissiyani yozib qoldirdik. O yozib ketin katta yo'lga chiqamiz, katta yo'lga chiqdik. Hoppa. Katta yo'lga chiqdik. Vay, stop yo'l. Şimdi yana şey kesikka qadaman. Ketdik, yo'l, katta yo'lga chiqdik. Stop, katta yo'lga chiqqandik. Mashina ko'ngilda bitta. Parolotsi yaxshilikda parolot yaxshilikda yoki anaqa 2022 mashina bolam qo'ymasdi, chunki harakatlarga oxirida taqilmasi avvalga o'chab qolgan. O'shandan keyin vafot etdi bitta odam. Sekin ketamiz, shu yo'lda katta yo'lga chiqdik. Hoppa, shu yo'lga qolib havo juda yaxshi edi. Yomg'ir. Qonga bu qoldi, chunki oxirida bidomanman. Vay. Vay, çıkamaz vay. Wow, da telefon benim. Vay. Hayır, niye de deli bok geçti? Niye da telefon benim? Ana kaldı. Vay, şimdi bir kere. Liga kayıt aldı, ligin gibi Toshkent'e.